Ma'lum bo'lgandek, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining Oliy komissari Michel Bachelet 2022 yılı 31 avgust vazifasi oxirlashadigan oxirgi daqiqada Uyg'urlarga munosabatlik dokladni e'lon qilib, Uyg'urlar uchrayotgan bostirishlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini jakarlagan edi. Aradan 2 yil o'tganda, ya'ni 2024 yili 27 avgust Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı İşxanası bayonot e'lon qilib, Xitoyning Xinjiangda yanala nurg'unlagan masala bar siyosatlarining mavjudligini o'ttirib qo'ygan va Beijingni darhol tadbir qo'llanib, erkinligidan qasddan mahrum qilinganlarning hammasini qo'yib berishga chaqirgan. Germaniya Dolqinlar Radiosuning 28 avgust e'lon qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı Xinjiang siyosatini tanqid qildi. Tayvanlik torcholpini Xitoyning zo'r tashqi tashviqotga qitilgan deb gumon qilinmoqda nomli xabarda bayon qilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı İşxanasından Ravina Shamdasani 27 avgust qilgan so'zida Ali Komissarlık İşxanasının Xitoy hukumati bilan terrorizmga qarshi turish siyosati va jinoiy ishlar adliya sistemasi qatorliq sohalarda suhbatlar o'tkazganligini, buning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Tibetning tinchligi, adilligi hamda Hong Kongning xavfsizligi va kishilik huquq masalalarini o'z ichiga oladiganligini ilgari surgan. Ravina Shamdasani mundaq degan: "Bo'libmi Xinjiang masalasida biz nurg'unlagan masala bo'lgan qonun va siyosatlarning yelimi mavjudligini tushunib yetdik. Biz Xitoy hukumatini kishilik huquq nuqtasidan chiqib turib, davlat xavfsizligi va terrorizmga qarshi qonun ramkasi ustidan umumyuzlik tekshirish elib berishga chaqirdik. Qiyin qistoq qatorliq kishilik huquq tajovuzchiligi qilmishlari haqidagi ayblashlarning to'liq tekshirilishiga muhtoj ekanligini ta'kidladik." Uning bayon qilishicha, Xitoyning navbatgi vaziyatida kishilik huquqqa doir uchurlarni egillash qiyinga to'xtamoqda ekan. Munosabatli kishilarmi Xitoyning o'ch elishidan qo'rqib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimlari bilan hamkorlashishdan o'zini qochirdi ekan. Shundoq bo'lishiga qaramay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq Oliy Komissarlığı İşxanası Xitoy hukumatini darhol tadbir qo'llanib, erkinligidan qasddan mahrum qilinganlarning hammasini qo'yib berish hamda g'oyib bo'lganlarning kimligi va oqibatini oshkorlashga chaqirgan. Dünya Uyghur Qurultiyi Berlin İşxanasının mudiri Xayr Qurban Efendining ilgari surishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq Oliy Komissarlığı İşxanasının bu bayonoti to'liq kechikkan va yetarlik vazni yo'q bir bayonot hisoblanadi ekan. Ben şahsen hem yanıla bu Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komisarlığı'nın bu bayanatının yeterlik bir vezni yok. Tolumu küçükken de qarayman. Xalqaradagi başka insan hakları meselesinden söçtüğü vakti gerçi Uyghur erkek kırgınçılığı ait delil paketler tağdak develengen bolsun. Ondan artık devletler tarafından itiraf kılıngan bolsun. Ve her kıtımlık biletindeki insan hakları Ali Kengeşi'de 40'tan artık devlet qayta tilga olgan bo'lsa-mu, bu komissarlikning Uyg'ur masalasida o'z rolini degandek joriy qilmaganligini ham bek bo'shang va sipoyi yo'sinda erkak qilganligiga shohid bo'lyapmiz. Uning tilga elishicha, shundoq bo'lishiga qaramay Uyg'urlar masalasi Ukraina Rossiya urushi va O'rta Sharqdagi to'qinishlarning ko'langisi ostida qilayotgan. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki ta'sir kuchi zo'r besim shakllantirayotgan mushunaq bir vaziyatda mazkur bayonotning e'lon qilinishi xalqarada Uyg'urlar masalasining yana bir qatim kun tartibga kelishida turtkilik rol o'ynaydi ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komisarlığı'nın bu bayanatı gerçi tolumu küçükken ve yetersiz bolsa-mu, ama bugünkü Gaza to'qinishi ve Ukraina urushininki kölengisi de xalqaroninki kun tartibininki keyingiroq tuzilib qilayotgan bu Uyg'ur erkak qirg'inchilik masalasiningki yana bir qitim kun tartib kelishi uchun turtlik rol o'ynaydi. Buni Xitoy hokimiyatininki shu butun dunyo mavqesida kun sari yashayotgan ta'siridan olib qarag'ili olmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyghur meselesinde haq ostun üstün bo'lib ketayotgan boshqa davlatlar jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyni norozi qilib qo'yishdan chekinadigan mushtabi ahvollar shakllanyapti. O sözü diyene mazkur bayonotning Uyg'urlarga az to'la bo'lsa-mu umid bag'ishlaydiganligini eskartdi.
mana shundoq to'sqinliklar va qarshiliklar bo'g'iniga qaramay bu Uyg'ur masalasiniki xalqaro sanada yana bir qitim kun tartibga kelishi biz hammamizniki umid bag'ishlaydi hamda bu Xitoy hokimiyatiniki aqanchi qismi barcha haqiqatni changiliga kirgizolmayganligini ko'rsatib turdi. Xalqaro jamiyatniki tamoman ko'rmasligini, haqiqat va vijdonning to'liq o'lmaganligini jonliq ko'rsatib turdi. Va bu hammadan muhimi bizdek o'z huquqlarimiz uchun kurash qilayotgan xalqlarga umidimizni yo'qotmasligimizga, jasoratimizni yo'qotmasligimizga da'vat qiladi. Xitoy Kommunist partiya hokimiyatiniki garchi butun imkoniyatlari bilan, ta'sir kuchi bilan Uyg'ur masalasi haqidagi haqiqatni mag'lub qilolmayganligini ko'rsatib turdi, bizga cho'ng umid bag'ishlaydi. Norvegiyadagi vaziyat analizchisi Baxtiyor Umar Efendi bu vaqtda to'xtalganda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı işxanasının bu bayanatının Xitoydek mustabid bir davlatga ta'sir ko'rsatilmaydiganligini, Uyg'urlar ko'proq o'zlarining aqliy kuchiga tayanib harakat qilishi lozimligini tilga oldi. Jiddiy elib kelayotgan bu Uyg'ur erkak qirg'inchiligini Kişilik Hukuk Komissarınınki to'xtatishga chaqirishi yoki kishilarni darhol qo'yib turishga chaqirishi diplomatiya jihatdan yaxshi bir qadam bo'lishi mumkin. Biz boshqa davlatlarga yoki BDTlar qarab qolmay, Uyg'ur tashkilotlari qanday qilib, qaysi yo'llar orqali Xitoy iqtisodini cho'chtirgani bo'ldi. Bu tarafda bakroq qilsak, balkim bizga bir chiqish yo'li bo'lib qolishi mumkin. Birleşken Devletler Teşkilatı Şinjan siyasetini tanqid qildi. Tayvanlik torçolpini Xitoyning zo'r tashqi tashviqotiga qaytilgan deb gumon qilinmoqda nomli xabarda bayon qilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı ishxonasi 2023 yili 2-oydan boshlab Xitoyning Jenevadagi hukumat xodimlari bilan Şinjanda cheklimsiz tekshirish elib berish to'g'riliq suhbat o'tkazib kelgan. Biroq Xitoy taraf buni izchil rad qilgan. Xalqaro Kişilik Hukuk birlashmasining bildirishicha, Xitoy hokimiyati Birleşken Devletler Teşkilatı bilen hemkarlaşkan yoki hemkarlaşışqa tirishgan kishilarga qarata darhol o'ch elish tadbirlarini yo'lga qo'ydi ekan. Xitoyning chegara halqigan bostirishları barg'ansiri kuchayotgan bo'lib, chet ellardagi kishilik huquq faoliyatchilari ham ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning ovozini bo'g'ish besimi avj olmoqda ekan. Xalqaro Kishilik Huquq birlashmasi mundaq degan: Beijingning Şinjandagi tekshirib isbotlangan paketlik jinoiy qilmishlarni uzil-kesil hal qilishni rad qilishi ajablanarli emas. Xitoyning Şinjandagi millionlagan Uyg'urlarni jazolash qilmishlari zo'r azob-uqubatlar paydo qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı ve a'zo davlatlar kuchli tadbir bilan izchil harakat qo'zg'ab, Şinjandning navbatdagi vaziyatiga doir eng yangi uchurlarni oshkorlab, konkretni harakat planini o'ttirib qo'yishi, mas'uliyati bo'lganlarning javobgarligini surishtirish kerak. Qadrli radio anglag'uchilar, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xitoyni erkinligidan qasddan mahrum qilinganlarning hammasini qo'yib berishga chaqirganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Ekrem anglatdi.